Dasturimiz davom etadi. Ayni kunlarda Qoraqalpog'istonda o'tayotgan media haftaligi doirasida ishtirokchilar uchun amaliy mashg'ulotlar qizg'in davom etmoqda. Loyihaning 4-kuni hududlardagi o'zgarishlarni to'liq va ta'sirchan yoritish masalalariga bag'ishlandi va bu yo'nalishda tajribali ekspertlar tomonidan mahorat darslari tashkil etildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Media haftalikning 4-kunida mashg'ulotlar yanada amaliy ruhda davom etdi. Ishtirokchilar tanqidiy vaziyatlar, yolg'on xabarlar va shov-shuvli axborotlarga nisbatan tezkor va oqilona javob berish, raddiya va bayonot tayyorlash ko'nikmalarini mustahkamladi. Telejurnalistika bo'yicha qatnashgan bo'lsak, bugun kontent makerlar uchun arналган sabaqda qatnashib o'tiribmiz. Ma'gan bugungi sabaq juda unamoqda. Sebebi bu yerda sol kontent media tarafida kontent ishlov, to'g'ri kontent ishlov bo'yicha sabaqlar o'tilib o'tiribdi. Hozirgi vaqtda albatta Instagram tarmoqlaridan, sotsial tarmoqlardan foydalanish sani juda ko'p. Undan to'g'ri foydalanu, ulardan qanday qilib kontentlar qilib bo'yicha bugun tajribali qaniygilar tarafidan sabaqlar o'tilib o'tiribdi. Albatta bu barcha media tarafidagi foydalanuvchilar uchun ulkan bir yaxshi bir tajriba bo'ldi deb o'ylayman. Bundan tashqari jamoatchilik oldida chiqish, ya'ni public speaking qoidalari ham amaliy misollar asosida tushuntirildi. Tarmoqlarda biz har doim xalqdan orasida yurg'izamiz profilimizda. Bu yerga tashrif yurganimizdan so'ng albatta siyosiy jurnalistlar bilan ham birga bo'ldik. Bu yerda fikr almashdik, networking qildik. Siyosiy jurnalistlar qanaqa bo'ladi, ijtimoiy tarmoqdagi blogerlarning yo'nalishi qanaqa bo'ladi, ular xalqqa qanday yetkazib berishadi, hamma efirlar haqida o'zlarini bilgan bilimlarini bizga ulashdi. SMM mutaxassislar uchun esa alohida treninglar yo'lga qo'yilib, kontent yaratish va auditoriya bilan ishlashning zamonaviy usullari o'rgatildi. Mashg'ulotlarda 200 nafarga yaqin qatnashchilar ishtirok etdi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bugungi media makonida tezkorlik bilan birga aniqlik va mas'uliyat ham muhim ahamiyat kasb etadi. Media haftaligi esa aynan shu ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Aydin Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan.